Lekin meni yomon degan odam hech ham sevmagan bo'ladi. Chunki siz kimni aldayapsiz? Birortasini sevmoq boshqa hamma narsani kamroq sevish degani emasmi? Birortasini tanlamoq boshqa hamma narsani otashga tashlash degani. Birortasi bilan ketmoq, rostdan birortasi bilan chuqurgacha ketmoq, orqangdagi hammani o'ldirish deganidir aslida. Mana shuning uchun Omer menga cho'pchak aytma oshna. Mendan ko'ra soddasan deya Eyshanga loyiq bo'la olmaysan. Noto'g'rimi? Ha? Ishingga yaramagach, indamaysan-da albatta. Sen ham anoyi emas ekansan. Men yutdim deganimda oxirgi kulgan sen bo'lib chiqding oshna. Nega keldimmi? Meni qutqar deya keldim albatta. Endi men nima qilaman? Qiz senga xiyonat qildi. Seni yeb bitirdi, o'ldirdi. Lekin yana seni tanladi. Bola seni bolang. Shu sevgim endi. Sevgi degani har xil iflosliklar qilib, yana uning ostonasiga qaytib borish deganimi? Nega bu qiz yoningdan ketmayapti, Omer? Nega seni unuta olmayapti? Sendan bir iltimosim bor oshna. Yana bir marta menga qarab seni o'ylaganida yoningga yaqinlashtirma do'stim. Sen o'lding. Guldek qizni nima qilasan? Ha? Hammasini hisobga olganman deb o'ylagandim. Bir narsani unutibman. O'liklarni alda olmaysan. O'liklarni yenga olmaysan. Unday bo'lsa bizga nima qolyapti? Ketish qolyapti. Ko'rishguncha sherik. O'sha yerda ko'rishamiz derdim-u. Lekin ichimda bir ovoz bir joyga bormasligimizni aytayapti. Omer Uchar 1976-2005-yil. Xohlagan hamma narsani yulib tashlaysan. Kerak bo'lsa qo'lingni, yuragingni, ruhingni tashlab yuborasan. Hammasini tashlab yuborasan. Oxirida esa senda ketadigan hech narsa qolmaydi. Elif, Bahorni uyg'otasanmi? Kech bo'ldi. To'xta. Kel. Bo'la qol. O'g'lim. Oyi. O'g'lim to'xta. Oyi, ozroq o'ynang. Hozir avtobusing kelib qoladi. To'xta. Oy. Hali ovqatingni ham yemading usizam. Oyi, nega otdingiz? Onalar shunaqa otadi.
Kecha nima bo'lganini gaplashamizmi? Yo'q. Nega unday qarayapsan? Odam ham shunchalik chiroyli bo'ladimi? Uyat emasmi? Qani sen chiqib biroz dam ol. Elif nonushta tayyorlasin. Sen ham yur. Jan tushligini olganidan keyin uni avtobusga kuzatib qo'yaman. Elif tashlab kelsin. O'zing men bilan yur. Mahkam bag'rimga bosay. Shunda uxlaylik. Bo'lmaydimi, Ishan? Ko'p narsa so'rayapmanmi? Yo'q, unaqa emas. Voy, dadam keldi. Mayli. Oyi, bugun ota-onalar majlisiga borasizlarmi? Quloq sol. Oying bugun dadangga qaraydi. Xo'pmi? Qani bora qol. Yana ozroq hovlida o'yna. Lekin hammani ota-onasi kelar ekan. Siz ham boring. Oyi, dadam ham borsinlar. Bo'pti, Ishan. Majlis soat nechida? Quloq sol. Biz hozir usiz ham oying bilan yuqorida bitta majlis qilamiz. Maylimi? Bugun bo'ladi. Oyi, ayting dadam ham borsinlar. Hech kim bormayapti. Qoch. Ushladim. Qo'y bormayman. Voy, ikkiga bo'linib ketaman. Hey, bizni tinch qo'ysang-chi, Jan. Jengiz, Aytyapman-ku dada, siz ham boring. Maylimi dada, boring siz ham. Bor. Jan, menga qara o'g'lim. Qani ko'raychi, bolam, yig'lama. Hech ham yig'lamayapman. Jan, tuzukmisan? Keting. Oyi, ayting ketsinlar. Men ataylab qilmadim. Qani kel. Yuzingni yuvaylik, keyin maktabga boramiz. Men rostdan ham hech narsa qilmadim. Shumi, Jengiz? Ikkinchi hayot deganing shumi? Eshan xonim, Nima gap, Elif? Bahor xonim narsalarni olib chiqibdi. Uydagilarga kechirsa demayman. Ularga keyin qo'ng'iroq qilaman. Shoshilinch vaziyat bo'lsa, Siz borsiz-ku, Ali aka. Bahor, buni so'rashim noo'rindir balki, lekin seni ezel ranjitdimi? Agar nimadir bo'lsa, Ha, uni bir do'pposlang, Ali aka. Hazillashyapman, hech gap yo'q. Bahor, agar senga nimadir qilgan bo'lsa, o'sha odamni tirik qo'ymayman. Yo'q, Ali aka. Nima qilsam ham o'zimga o'zim qilyapman. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi? Keraksa janjallarga ham aralashib yurmang. Opamga ham ko'z quloq bo'ling. Nima gap? Shu yerga joylashyapsanmi? Kelasi hafta qaytasan. To'g'rimi?